Allo, assalomu alaykum. Alaykum. Jumanazarjon aka, yaxshimisiz? Sog'u Yaxshi, salomatmisiz? Xudoga shukr. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q. Sog' bo'lasiz. Avvalo boshlangan kunlar xayrli va sermazmun bo'lsin. Ayni daqiqalarda siz bilan jonli muloqotda tabriklar loyihasi ijodkorlari bo'lib turibmiz. Bugun nishonlayotgan tavallud kunlaringiz shukronali, shodiyonali ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Aziz boshingiz omon bo'lsinki, bunaqangi yoshlarni ko'plarini qarshi olmoqligingizni tilakdoshimiz. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Bilasizmi, bugun ushbu chiroyli kuningiz munosabati bilan sizni tabriklash maqsadida go'zal bir tabriklarni qabul qilib olganmiz. Bir taxmin qilib ko'ringchi, ushbu tabriklarni sizga qay bir yaqiningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Do'stlarim bo'lishi mumkin. Aha, yanachi? Jiyanlarim bo'lishi mumkin. Jiyanim. Hozir qo'limda o'qishga shay turgan mehrli, muhabbatli xatlarini sizni yaxshi ko'ruvchi, mehribongina o'g'lingiz Adhamjon akamiz hamda sevimli keliningiz Gulchiroyxon opa, nabirajoningiz Sanjarbek nomidan qabul qilasiz ekan. Rahmat. Albatta, salomat bo'ling. Ilohim mana shu farzandlarni rohat va farog'atlarini, yaxshi kunlarini ko'rib yuring. Katta rahmat. Salomat bo'lasiz. Bilasizmi? Endi ular chiroyli bir tabrik xatlarini, sizni yaxshi ko'rishlarini bir ta'riflab o'tgan go'zal bir maktublari bor. Ularni o'qib eshittirsak, biz uchun endi qimmatli vaqtingizdan yana birozgina berib turasiz, maylimi? Mayli. Joningiz sog' bo'lsin. Marhamat, qabul aylaysiz. Assalomu alaykum. Yuzlari nurli bo'lgan, so'zlari ibratli, qiblagohim, sajdagohim, chin davlatim, padari buzrukvorim, muallini hattoki jonini ayamaydigan mehribon dadajonim. Bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Baxtimizga salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Dardu quvonchimizni bo'lisha oladigan har qanday holatda ham menga suyanch, tayanch bo'ladigan toju davlatim. Boringizga ming bora shukrlar bo'lsin. Avvalambor sizlardek qalbi pok, diyonatli, halol otaning farzandi bo'lib dunyoga kelganimiz uchun Allohimga behisob hamdlar bo'lsin. Inshaalloh farzandlaringizni, oilamizni deya chekkan zahmatlaringiz, qilgan mehnatlaringiz evaziga Robbim Rahmonimning rahmatlari yog'ilsin. Mehribonim, jonim dadam, siz qilgan duolaringiz sababli har yerda yuzimiz yorug' bo'lyapti. Har yerda qadimizni tik tutib yuribmiz. Inshaalloh Firdavs jannatlarda ham aziz boshingizga toj kiydirmoqlikni biz nuri deydilaringizga nasib aylasin. Inshaalloh Ka'ba ziyoratlariga ko'p pora qadam ranjida qilmoqlikni, hojati makonlariga muyassar qilmoqlikni Robbimizdan qayta so'rab qolamiz. Biz farzandlaringizni faqat va faqat yaxshi kunlarimizni, to'yu tomoshalarimizga bosh qo'sh bo'lib, xonadonimiz surini duolaringiz ila yoritib turing deymiz. Bu so'zni har kun o'zingizga ayta olmasak-da, sizni jonimizdan-da ortiqroq yaxshi ko'ramiz. Yo'qchilikda sabr qil degan, to'qchilikda shukr qil degan, ne bo'lsa ham Allohdan degan sajdagohim, davlatim otam. Kasal bo'lsam bo'lib parvona, ko'nglim olar ko'ngli g'amxona, shifo so'rab har kun duoda, beminnatim davlatim otam deya mana shunday samimiy bo'lgan chiroyli tabriklarni barchasini ushbu o'g'lingiz hamda keliningiz nomidan qabul qilasiz. Rahmat. Omon bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Minnatdormiz. Ko'tarildi. Albatta, aslida niyatimiz ham shu edi, ko'ngillarga tabassum, iliqlik ulashish edi. Otaning duosi har nega qodir dedilar. Keling, ushbu so'z isboti bilan bo'lsin. Mana shu farzandlarni chiroyli bitta duo qilib qo'ya olasizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulillah Muhammad va ala alihi va sahbihi. Ilohim mana shu o'g'illarım ishlarga omon, sizlarga insof, keng fe'l ketmak davlat bersin.
Hazretlerini baktığına aman mutlu yaşına toy melekaları çok olsun. Sağ olsun baktığınız bana. Albatta. Salomat bo'ling, yashang. Minnatdormiz. Sog' bo'ling. Ilohim mana shu farzandlarning baxt va kamollarini chiroyli bir kunlariga bosh-qosh bo'lib yurishlikdan charchamang, otajonim. Salomat bo'ling. Tavallud kunlarini yaxshi kayfiyatlarda o'tkazing. Sog' bo'ling. Sizlerge shunday qilib nasib qilsin. Inshaalloh minnatdormiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadamlarim ko'zlarim yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, ko'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, xokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolama jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, ko'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, xokisor